Bu yigit Steven. U shaharning biroz xavfliroq qismida yashaydi. Lekin u muammodan uzoq yurishni yaxshi eplaydi. U yaxshi bola, masxiy oiladan. Lekin afsuski bir kuni u bexosdan noto'g'ri ko'chada, noto'g'ri rangda kiyinib qo'ydi. Bir dona ham o'q Stevenga tegmadi. Shak shubhasiz Xudo uni saqlab qoldi. Bu mo'jiza. Xudo mehribon. Steven bir nechta joydan o'q yedi, lekin uning eng asosiy organlariga o'q tegmadi. Axir bu mo'jiza. U tez orada to'liq tuzalib ketadi. Xudo uni saqlab qoldi. Xudo mehribon. Steven og'ir yaralandi. Uning umurtqa pog'onasiga o'q tegib, miyasi shikastlandi. Lekin bu jarohatlar uni o'ldirishi ham mumkin edi. Lekin Xudo uni saqlab qoldi. Chunki u uchun hali Xudoning rejalari bor. Uning hali ham tirikligi bu mo'jiza. Xudo mehribon. Steven endi yaxshiroq joyda. Shunday joyki, u yerda ortiq zo'ravonlik va azob yo'q. U Xudo bilan birga va bizni jannatda kutib oladi. U o'zining asl uyiga ketdi. Xudo mehribon. Har safar biror yomon hadis o'qisam, yo'q, bu hadis ishonchli emas derdim. Men ham musulmon vaqtimda xuddi sizdek edim. Buni har xil bahonalar bilan tushuntirishga rosa harakat qilardim. Siz ishonganingiz uchun men ham ishonishga majbur emasman. Meni bu da'volarga ishontirmoqchi bo'lsangiz, ko'proq narsa kerak. Aniq dalillar, isbot va bir nechta tajribalar kerak.